91 hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Al-ghiba zikruke akhake bima yakrah. G'iybat degan birodaringning keynidan uning to'g'risida gap qilganing. Agar anglab qolgan bo'lsa, uningga u gap yoqmaydi. G'iybat degan cho'ng ulug' gunohlarning biri. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'onda "Va la yaghta ba'dukum ba'da" bir-biringlar to'g'risida g'iybat qilmanglar. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayta. Ölüp qalgan birodaringlarning go'shini yeyish sizlarga söyimlikmi? Fakarihtumu, uningdan seskinizlargu. Vattaqullah, Allohdan qo'rqinglar. Innalloha tawwabur rahim. Haqiqatda Allah tavbalarni qabul qilguvchi va nihoyatda mehri shafqatlik. Boshqa hadisda Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam "At-tadruna mal g'iba" g'iybatning nima ekanligini bilamsizlar deb so'raydi. Sahobalar Alloh va rasuluhu a'lam. Uning to'g'risida bilim Allohda va uning elchisida deydi. Qala zikruka akhaka bima yakra. U birodaringning keyindan qilgan parang, agar u anglab qolgan bo'lsa, uningga yoqmaydi, dedi. Qila afara'ayta in kana fi akhi ma aqul. Agar men davatgan gap haqiqatda uning sifatlaridan bo'lsa-chu deb so'radi birsi. Qala in kana fihi ma taqul faqad igtabta. Agar haqiqatda uningda bor sifatlar to'g'risida gap qilgan bo'lsang, uning to'g'risida g'iybat qilibsan. Va illam yakun fihi faqad bahatta. Agar uningda yo'q sifatlarni degan bo'lsang, andaq bo'lsa uning to'g'risida tuhmat qilibsan deb javob berdi sallallohu alayhi va sallam.